Birinchi bo'lib nima qilgan bo'larding? Osmonga qarardim. Kunduzi bo'ladimi, tunmi? Tun osmonni yorug'oy yoritib turadi. O'zingchi, sen olib ketishganda nima qilasan? Men ham yoningda oyni birga tomosha qilaman. Chunki men olib ketishayotganda Safiyasiz hech qayerga bormayman deb aytaman. Senga mos oila topilmasligidan qo'rqmaysanmi? Hazillashyapsanmi? Meni birinchi tanlashadi. Voy, meni stakanim. Viv! Viv! O'rningdan tur, bo'lmasa navbatingni o'tkazib yuborasan. Meni stakanim. Ko'ryapsanmi? Vivian, seni navbating, tezroq kel. Shu yerdaman. Shu yerdaman. Mana yuvinyapman. Qarang, mana. Qarang. Safiya, ayt ularga. Meni olib ketishlariga yo'l qo'yma, iltimos. Sen-da bu xatolik ekanini ayt. Safiya, men hammasini to'g'ri qilganimni ayt. Iltimos gapir. Bu xatolik, men yuvindim. Toza bo'ldim. Yo'q, iltimos, men yuvindim. Ularga yuvinganimni ayting, Safiya, iltimos. Men xato qilmadim, yuvindim. Meni olib ketmang. o'n oltinchi daraja. Tartibli qiz diqqatli va hurmatga loyiq. Tartibli qiz Itoatli. bo'lish kerak. Tartibli qiz kamtar va sabrli. Tartibli qiz Noziklik ifodasi. tartibli qiz o'zini xotirjam va tarbiyali tutadi. Tartibli qiz Vivian, balki xabar berarmiz. Bu dars tugadi deganimi? Balki xonalarimizga qaytib Signalni kutamiz, Greta. Qimirlamaymiz. haqiqatparvar va adolatli. Tartibli qiz maktabga. sadoqatli. Juda yaxshi qizlar. Endi qisqa leksiyalarga tayyor turing. Xayrli tun. 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 Vivian. Ha. Gretani kuzat. U tinimsiz savollar beradi. Uxlay qol, Eyva. Yaxshi tushlar ko'r.
Yig'iling. Xayrli tong, qizlar. Xayrli tong, miss Britsel. Sizga yaxshi xabarim bor. 15-darajadan o'tdingiz. Bugundan boshlab 16-darajadasiz. Bu sizni Vestaliyadagi so'nggi yilingiz bo'ladi. Tez orada yangi oilangiz bo'ladi. Shunday ekan, darslarni eslab qoling. Barcha sizga o'rgatganlarimizni ko'zingni yerga qarat. Sizni yangi korpuslarga joylashtirishadi. Rose Halldan boshlaymiz. Kiring. Mana bu qizlar Rose Hallga o'tkaziladi. Rita, Eva, Vivian. Mana endi shu yerdamiz. Kravatlarni qarang. Katta-katta ekan. Yangilarmisiz? Salom, men Klaraman. Sen Vivianmisan? Men Hediman. Sen bilan 14-darajada birga bo'lgandik. Men Evaman. Bu Rita va Vivian. Viv, Men birinchi qatordagi so'nggi kravatni egallayman. Har bir korpusda yetakchi bor. Bu yerda menman. Itoatkorlik, ozodalik, sabr, kamtarlik. Ortiqcha savollar va shikoyatlarga o'rin yo'q. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. Nimadir bo'ldimi? Yo'q. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. Bugun keram ekan. Uni tanirmiding? Safiyani. U qandaydir g'alati. Ko'zini qisadimi? U yaxshi ko'rmaydi. bu qanday bema'nilik? Bu yer 15-darajadan ham battar. G'azablanish mumkin emas, Klara. G'azablanmayapman. Unaqaga o'xshamayapti. Sen nima deb o'ylaysan, Vivian? Hojatxonaga borib kelaman.
Yo'q, xudoyim. Gaplashib olishimiz kerak. Borib ovqatingni ye. Iltimos. Yo'limdan qoch. Nima o'ylayotganingni bilaman. Men 10-bosqichda. Gapira ko'rma. Agar kimgadir meni tosi emasligimni aytib ko'rsang, Gapirmayman. Men shunchaki uzr so'ramoqchi edim. O'shanda sendan yordam. Yig'iling. xayrli kun qizlar. Xayrli kun, Miss Briksel. 16-daraja o'ziga xos daraja. Har kuningiz shu onga intilib o'tdi. Tez orada homiylar o'zlariga qiz asrab olishni boshlashadi. Undan avval esa ko'p narsalarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Masalan, yuqori tabaqa oilalarda qanday kiyinishlarini. Grace, bu senga. Qarasangiz bo'ladi. Mengami? Ha, ol. Qani kela qol. Bu yerda nima deb yozilgan? Bu Grace degani. Har biringiz bittadan ko'ylak olasiz, ammo diqqat bilan eshiting. Ularni bugun kravatingizga osib qo'ying, shamollab tursin. Terimizga zarar yetishini istamaymiz-ku, to'g'rimi? Ertaga kun bo'yi shu ko'ylakda yurishingiz mumkin. Shuningdek, bonus sifatida ko'ylakda uxlasangiz ham bo'ladi. Buni sovg'a o'rnida qabul qiling. O'zingizni yaxshi tutganingiz uchun. Bundan chiroyliroq ko'ylak ko'rganmisiz? Xuddi kinodagi qizlar kiyadigan ko'ylakka o'xshaydi. Meni qiz qilib olishgach, doim shunaqa ko'ylaklar kiyaman. Keyin toza havoga ko'chaga chiqamiz va oyni tomosha qilamiz. Xayrli tun, Vivian. Xayrli tun, Eva. Sen ajoyib oilaga qiz bo'lasan. Ota-onang seni juda yaxshi ko'radigan bo'lishadi. Shirin tushlar ko'r. Agar hech kim bizni tanlamasa, nima bo'ladi? Qo'ysang-chi, Klara. Seni aniq tanlashadi. Sen bu yerdagi eng chiroyli qizlardansan. Odri, balki almasharmiz. Men auditoriyalarni tozalayotgan edim. Menga farqi yo'q. Almashamiz. Rahmat. Viv, kir yuvmoqchimiding? Unda yuv. Sen aytmaslikni so'raganding. Hech kimga aytmayman. Hech qachon. Ammo sen ham sirni saqlashingni istayman. Menga ko'ngilsizliklar kerak emas. Yo'q, iltimos. Meni eshit. Bir gap aytmoqchi edim. Senga ishona olishimga va'da berishing kerak. Itoatkorlik, ozodalik. Iltimos, meni eshit. Men qoidalarga rioya qilaman. Tez orada meni qiz qilib olishadi. Shunday ekan, Vitaminlarni ichma.
tushlikda beriladigan vitaminlarni ichma. Xuddi ichayotgandek bo'lib. Vivian, menga o'rinni almashtirishda yordam berib yubor. Yaxshi. Bir daqiqa. Bir daqiqa kutib tur. Balki hozirroq kelarsan. Yaxshi. Unga nima bo'lgan? Hech nima. Balki u toza emasdir. Aslo bunday deya ko'rma. Yo'q, bu ma'noda emas. Mana nima uchun ortimdan yurgan ekansan? Josuslik qilyapsanmi? Yo'q, shunchaki senga yordam Menga bermoqchi yordam edim. kerak emas. Senga do'st emasman, Eva. Bu yerda hech kimga do'st emas. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. Bugun ko'ka ekan. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Vitaminlaringizni iching. Chiroyli ko'ylak-a. Menga yarashganmi, qara? Chiroyli. Juda ham chiroyli. Xayrli tun, Eva. 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 U uyg'onmaydi. Ular vitaminlar tufayli uyg'onishmaydi. Vitaminlar sog'liqni izdan chiqaradi. Vitaminlar sog'liq uchun. Ular bizni kir suv va havodan himoya qiladi. Agar eshik ochilsa, o'zingni uxlaganga sol. Lekin qo'riqchilar kelsa, Qo'riqchilar? Yo'q, ularga kirish mumkin emas. agar yordam kerak bo'lsa baqir. Agar menga yordam kerak bo'lsa, ular kelishyapti.
Ana unisi. Va bunisi. Unga tegma. Tirik qolmaysan. Olivia. Mana ular. Ularni ko'rmoqchi edingiz. Olivia. U bahor chechagi kabi go'zal va sof. Yoshlikni barcha nafisligi aks etgan. U juda go'zal. Bu esa Vivian. Klassik nozik ko'rinish, tanasi sut kabi oppoq. Kamdan kam uchraydiganlardan. Juda nozik. To'g'rimi, azizam? Shampan vinosi ichishni istaysizmi? Shampan vinosi, azizam. Mayli. Yo'q demagan bo'lardik. Judayam chiroyli. Quyosh nuri tushmagan go'zallar. Agar qarshilik qilmasang, O'zing shuni istayotganingni aytding. Nega tavakkal qilib kelding bu yerga? bu meni tanlovim. Ha, albatta shunday. Lekin bu yerga kelib Xalal bermadim deb umid qilaman. Mr. Dennison. Istasangiz boshqa variantlarni ko'rsataman. Yo'q. Biz ana unisini olamiz. Pulini to'la. Istasang savdolash. Men otelga qaytaman. qaror qabul qilganga o'xshaymiz. Juda soz. Men bilan ofisga o'tsangiz. Hoy. Menga qara. Buni ol. Uni kutishyapti.
Menimcha eshikni yopishmadi. Qulflanmadi. Yaxshimisan? Homiylar. Ular bizni qiz qilib olishmas ekan. Ular bizni sotib olishar ekan. Bu bizning imkonimiz. Tez orada Briksel qaytib qoladi. Men hamma qoidalarga rioya qilgandim. Tezroq qochish kerak. Qayerga? Tashqariga. Aqldan ozdingmi? Tashqaridagi havo zaharli, chiqolmaymiz. Sen hech nimani tushunmayapsan. Yo'q. 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 Bunisi. Eshitaman. Rose Hallda ishimni deyarli tugatdim. Odatdagidek biroz yordam berib yuborishdi. Muammo chiqdi. Alex. Bilaman. Biroq uni qarovsiz qoldirib bo'lmaydi. Bo'ldi, gaplasha olmayman. Tugatmagunimizcha shu yerda qolishim kerak. Yana nechta qoldi? Yana bitta. Olib kelyapti. Yana bitta qolibdi. Lily Hall ochilguncha pastga tushaman. Ha. Yaxshi.
Eshikni qulflashdi. Boya imkonimiz bor edi. Vitamin ichishni qachon to'xtatding? Qani ichi? 13-bosqichda. Omading bor ekan. Agar kimdir ko'rib qolsa-chi? Hech kimga gapirmaganman. Sen to'g'ri qilgansan. Umuman gapirma. Ular bizni uxlatib qo'yishyapti. Bilaman, bu yomon. Lekin biror sababi bo'lsa kerak. Seni shunday ahvolga solganlardan keyin ham ularni himoya qilyapsanmi? Ular menga nima qilishibdi? Vivian, seni navbating. Xayrli tong, go'zal xonim. O'sayotgan organizm uchun vitaminlar muhim. Vitaminlar kasallikka qarshi kurashadi. Marhamat, o'tir. Mavjud ekansizda. Men esa sizni shunchaki ovoz deb o'ylabman. Men doktor Miroman. Men faqat o'smir qizlarni qabul qilaman. Ularga alohida e'tibor kerak. Isming chiroyli, Vivian. Men yoqtirgan aktrisalardan birini ismi. Rostdanmi? Sokin nafas ol. Yaxshi. Nafas chiqar. Nafas ol. Chiqar. Juda soz. Korpuslardan birida kimnidir isitmasi ko'tarilgan ko'rinadi. Hozir xavotirga o'rin qolmagan bo'lsa-da, barcha o'quvchi qizlarni har ehtimolga qarshi emlayman. Xo'pmi? Yengingni shimar. Ana shunday. Biroz og'rishi mumkin. Ana bo'ldi. Jasur qizcha ekansan. Miq etmading-a? Xo'sh, Vivian, teringda biror muammoing, shikoyating, toshmalar yo'qmi? Yo'q, shikoyat yo'q. Bundan xursandman. Ammo ba'zida Nima? aytarli hech nima. Bu hammada uchrab tursa kerak. Diqqatim senda. Yotoq yarasi. Yotoq yarasi. Ko'rsatasanmi? Shoshmay tur. Juda bezovta qilmaydi. Dushda sovun bilan yuvib tashlasam, odatda o'tib ketadi. Bizni asrab olishganda yumshoq o'rinlarda yotamiz. Shunda yotoq yarasi bo'lmaydi. Qizlar shunday deyishadi. Yuvish kerak deb to'g'ri aytding. Ko'p miqdordagi sovunda yuvgan. Boshqa qizlarga ham aytib qo'y. Unutmang. Ozodalik bu Eng yaxshi fazilat. xuddi shunday. Bu tezroq bitishiga va og'riqni qoldirishga yordam beradi. Rahmat. Vivian, biz sen haqingda qayg'uramiz. Sizni oilangiz shu yerda. Ketishing mumkin. Grace, kira qol. Salom, Vivian. Salom, Rita. U kim? Vitaminchi doktor. Zo'r-ku. Kun borgan sari ajoyib bo'lib boryapti. Bugun qanaqa kun o'zi? Bilmaysanmi? Bugun 3-kun. Xo'sh, Bugun kino qo'yib berishadi. Salom. Salom.
Shu yerda yashaysanmi? Avval yashardim. Bu kimning uyi? Byork ismli xonimni. U hozir uyda emas. Uni kutyapsanmi? Narsalarimni olib ketgani keldim. Ketayotgandim. Taksi kutyapman. Men ham qachonlardir shu uyda yashagan edim. 17-18 yil avval. Men shu yerda tug'ilganman. Aldama. Yoshing katta axir. Tug'ilishim bilan ko'chib o'tmaganman. Ko'k vitamin nima uchun? Oqi bizni uxlatadi. Ko'kka esa noma'lum. Avval bunaqasini berishmagan. Avval oq ko'ylak ham berishmagandi. Chunki avvallari homiylar kelishmasdi. Demak, eshik endi hech qachon ochiq turmaydimi? 13-bosqichdan beri kutaman. Eshikni biror marta ochib qoldirishmagan. Tunlari nima qilyapsan? Oxir oqibat uxlab qolaman. Faqat hammadan keyin baribir eshik qulf, chiqib ketishni imkoni yo'q. Quloq solib eshitaman. Nimani? Boshqa korpuslarni. Bu yerda 4 ta korpus bor. Ha, Rose, Lily, Daisy va Iris. Buni hamma biladi. Ularning hammasi bir qavatda. Bitta korpus uyg'onadi, keyin darslar boshlanadi. Topshiriqlar, vitaminlar beriladi, tushlik bo'ladi. Keyin dush va yana uyqu. So'ng sukunat cho'kadi. Keyingi korpus uyg'onguncha qora tun hukmronlik qiladi. Agar shu paytda qocha olsak, boshqa qizlar bizni ko'rishmaydi, to'g'rimi? Yo'lakka chiqishimiz bilan bizni kuzatuvchi ko'plab katta ko'zlar bor. Katta ko'zlar borasida xavotirga o'rin yo'q deb o'ylayman. Qo'rqchilar ulardan bizni kuzatishadi. Men yo'lakdan o'tdim. O'sha ko'zlar meni ko'rdi, lekin hech nima bo'lmadi. Hech qanday signalizatsiya ishlamadimi? Yo'q, zina oldidagi eshik qulf edi. Bizga eshikni ochuvchi kartochka kerak bo'ladi. Boshqalarga ham aytish kerak. Yo'q. Aslo. Ular bilishmaydi. Har kecha vitaminlarni qabul qilishyapti. Seni jazolashganmi? Zinadan pastga olib tushishganmi? Biz boshqa yo'lini topamiz. Vivian, seni chaqirmagandim. Shunday, shunchaki siz bilan gaplashib olmoqchi edim. Albatta, kira qol. Marhamat, o'tir. Xo'sh, nima gap? Menga ko'z o'ynagingiz yo'qyapti. Rahmat. Bizda ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bir qiz bor. Unga ko'z o'ynak kerak. Aytmoqchi bo'lgan gaping shumi? Meni ismim rostdan ham mashhur aktrisa sharafiga qo'yilganmi? Ha. Vivian Lee, kino yulduzi. Unga o'xshaymanmi? Tabassuming o'xshaydi. Biroq sen uning ishtirokidagi ajoyib filmlarni tomosha qilmagansan. Jon deb tavsiya qilgan bo'lardim. Ammo Miss Brixel bunga qarshi bo'lgan. Film ro'yxatiga kiritishganmi? Filmlarni men tanlayman. Siz film qo'yib berasizmi? Menga ma'qul bo'lgan ishlarimdan biri. Hamma qizlar kino ko'rishni yoqtirishadi. Ayniqsa Eva, Rita va Heidi. Senga yoqmaydimi? Menga ham yoqadi, ammo Xo'sh, gapir. shunchaki doim bir xil filmlarni qayta ko'ramiz. Ko'p ko'raverganimizdan qizlar hatto so'zlarni ham yodlab olishgan. Juda ayyorsan.
Aslida esa Vivian Lini ko'rmoqchisan. Ha, Qo'yib berishga urinib ko'raman. Yura qol. Kel. Hozirgi suhbatimiz haqida hech kimga aytmaymiz. Bu Miss Brikselga yoqadi deb o'ylamayman. siz juda mehribonsiz. Rost. O, Vivian. Itoatkor, yoqimtoy qizchani yoqtirmay bo'ladimi? Qoidalarga rioya qil. Sabrli bo'lsang, senga g'amxo'rlik qilamiz. Xo'pmi? Endi meni navbatim. Endi esa meni navbatim. Meni navbatim. Yo'q, to'xta. Sen yur. Ana, Veronika? Unga suv kerak. Grace, suv olib kelsang. Yo'q, Xudoyim. Ahvoli juda yomon. Balki kasallik qo'zg'agandir. Qo'riqchilarni chaqirish kerak. u hech qanday ayb qilmadi. Kasallik yuqtirib olishni istamayman. U toza emas. Ovozingni o'chir, Eyva. Qani tur. Yuvinib olishingga yordam beraman. Ahvoling yaxshimi? Hammasi joyida deb o'ylayman. Ko'rsam bo'ladimi? Bu kasallik emas. Doktor emlash uchun ukol qildi. Hammasi yaxshi. Qo'lingni ko'rsat. Ahvol chatoq. Shunchaki emlashdi xolos. Bu hammasi vitaminlardan. Kel, qizlarga hammasini aytamiz. Ular bizga ishonishmaydi. Unda reja tuzish kerak. Bizga doktor yordam bera olishi mumkin. Nima? Unga ishonasanmi? Yo'q, ishonmayman. Sen bu ishda yangisan. Bu yerda nimalar bo'layotganini bilmaysan. Bir qo'riqchi bor. Oqsoqlanib yuradi. Bilaman. Oyog'ini tagida poshnasi bormi? Qora tunda u xonamizga kiradi. Lekin men nima demoqchi bo'lyapsan? U bir o'zi kiradi. Qizlarga tegadi. U bizni uxlashimizni kutadi va qizlardan birini tanlab O'ziga qarash shaxsiy gigiyenadan boshlanadi. Buni ichiga qo'llarni, sochlarni, tishlarni, terini parvarish qilish kiradi. Terini parvarish qilishdan boshlab, bunga tibbiyot nuqtai nazaridan yondashamiz. Teri murakkab, tirik to'qimadir. Yana nimadir bo'ldi. Nega o'chib qolaveradi? Savollar berilmasin. Qiziquvchanlik birinchi illat.
Chuqur nafas ol. Yana bir marta. Juda soz. Kasallik alomatlari yo'q. Sen sog'lomsan. Bugungi dars qanday o'tdi? Eshitishimcha gigiyena haqida ajoyib dars bo'libdi. Filmdagi o'sha go'zal ayol Vivian Li, to'g'rimi? Senga yoqdimi? Judayam. Juda yoqdi. U juda kuchli ayol ekan. Yurishlari, gapirishlari hayron qoldirdi. Juda mag'rur ekan. Hatto uni mazax qilishganda ham boshini baland ko'tarib gapirdi. Qoyil qoldirdi. Go'yo unga yetib bo'lmaydi. Lorens Olivier ijrosidagi sahnalar bundan yaxshiroq edi. Senga yana bitta ukol qilaman. Lekin menga sog'san dedingiz. Men bilan bunday gaplashma. Kechirasiz. Ammo emlashdan keyin ba'zi qizlar kasal bo'lishni boshlashdi. Agar qandaydir muammo bo'lsa, Miss Brixelga xabar ber. U yordam bera olmaydi, chunki qo'riqchilar bilan ishlaydi. Vivian, vitaminlarni ichyapsanmi? Ha, albatta. Jahli chiqyaptimi? Yo'q. Jahl qilish qoidani buzadi. Xuddi shunday. Illati borlar qoidani buzishini nimaga olib keladi? Asab kasalligiga. Shunday. Bu esa yosh qizlar uchun katta xatar. Men senga vitaminlar konsentrati ukolini qilib qo'yaman. Kerakmas. Agar qizlar o'zlarini senga o'xshab tutsalar, men qo'riqchini chaqirishim kerak. Tushunyapsanmi? Qoida shunday. Qizni jazolashadi. Shuni istayapsanmi? Qo'riqchini chaqirmayman. Sababi, menimcha sen ikkinchi imkon berishga arziysan. Ha. Birinchi fazilat nimada? Itoatda. Juda soz. Bu jazo emas. Men shunchaki yordam bermoqchiman. Viv. Bu yerda men bilan o'tirmaganing yaxshi. Men toza emasman. Seni ham zaharlashim mumkin. Bo'lmagan gap. Sen kasal emassan. Boshim og'irlashib ketyapti. O'tib ketadi. Dorilarni ichishni to'xtatganimda ilk marta aqlimni teranligini his qilgandim. Kunlar bir-biriga qorishib ketgandek. Ha. Shunga kalendar tuta boshladim. Kunlarni kravat ortidagi devorga belgilayman.
Bu haqida hech kimga aytmagan edim. Menda reja bor. Qanday reja? Qochishimiz uchun bizga o'sha kartochka kerak. Qo'riqchilarda o'sha kartadan bor. Yo'q. Yo'q, qo'riqchilar yovvoyi. Ular bizni sog' qo'yishmaydi. Sekin. Ularni hatto gapirishlari ham bizga o'xshamaydi-ku. Bu yaxshi reja emas. Ishonching komilmi? Muammo nimada? Men shu paytgacha hech kimni sotmaganman. Buzilgan xulq-atvor haqida xabar berish bizni vazifamiz. Bitta xulqi buzilgan qiz qolganlarni ham zararlashi mumkin. Nahot u shunchalik yomon? Axir Yaxshi oilaga ketishni istaysanmi? Qoidaga rioya qilish kerak. Ular shuni qadrlashadi. Agar qoidalarga rioya qilsak, bizni qiz qilib asrab olishadi. Tushunyapsanmi? Alo. Bu Eva va Rose Holla 16-darajadanmiz. Buzilgan xulq-atvor haqida xabar qilmoqchimiz. hozircha bu yerda hech nima qilmadi. Ammo ishonchim komil. U to'xtamaydi. Kuchli erkak. Lekin doim bir o'zi keladi. G'alati. Menimcha Brixel bu haqda bilmaydi. Unda uni kuzatib turamiz. Birgalikda. Arqon topamiz. Uni bog'laymiz. Lekin avval Yig'iling. Men bilan yur. Nima? Qani yur. Men hech narsa qilganim yo'q. Ishoning. Gapirishga ruxsat berilganda gapirasan. Jismoniy jazo berish meni vakolatimda emas. Tushunyapsanmi? Shunday ekan buni test deb hisobla. Qarshilik qilmaysanmi? Yo seni pastga yuboraymi? Qo'riqchini chaqiraymi? Shu yerda o'tirib qilmishlaring haqida o'ylab ko'r. Agar itoatkor va tartibli bo'lsang, balki ertalab chiqarib yuborarman. Aks holda daraja tugaguncha shu yerda o'tirasan. Bu panjara sen ko'rgan jazoni so'nggisi bo'lmasin. Kayfiyating yaxshimi?
Seni kayfiyating yo'qmi? Men Alex borasida xavotirdaman. Uni amakisi bilan ishlash oson emas. Ularni hech biri bilan ishlashni istamagandim. Ular bizni himoya qilib, mijozlarini topib berishadi. Pulimizni ham shilib olishadi. Yana pul so'rashyapti. Nima? Quloq sol. Korpuslar deyarli bo'shab qoldi. Bu safar bolalarni olmaymiz. Bir qancha o'zgarishlar kiritdim. 12 yoshdan boshlasa bo'ladi. Undan kattaroqlari ham bo'laveradi. 3 yil deganding axir. Ular investitsiyalarni sotib olishmoqchi. Biz qonunni chetlab o'tishga zo'rg'a erishyapmiz. Yildan yilga ahvol yomonlashyapti. Yana qancha bardosh berishimiz noma'lum. Mendan nima istayapsan? Bu odamlar juda xavfli. Qo'l qovushtirib o'tirmaslik kerak edi. Ularni narkoz ostida ushlash zarur edi. Moliyaviy tomondan buni aslo imkoni yo'q. Biror chorasi bo'lishi kerak. Yo'q. Shifokor nazoratini amalga oshirish uchun bir qancha yo'riqnomalar ishlab chiqdim. Ular 5 soat davomida tetik bo'lishadi, yuvinishadi. Agar tarix darsini yozishga shuncha vaqt sarflamaganingda edi. Lekin bu ish berdi. 10-darajada ular itoatli edilar. 16-darajadagi qiz kabimi? Uni panjara ortiga qamashimga to'g'ri keldi. U o'zgacha. Unga tegma! Tegma! Viv! Yo'q! Vivi, Sofiya, qocha oldingmi? ha, kartochkani oldim. Meni bu yerdan qutqar. Yaxshi. Menga yordam ber, Sofiya. Hozir qo'riqchilar kelishadi. Hamma yog'im qon. Eshikni och, Safiya. Meni tashlab ketma, iltimos. Menga ishon. Meni tashlab ketma. Yana bir marta tashlab ketmoqchimisan, Safiya? Bunday qilma, Safiya. Yolvoraman. Iltimos. Uyg'on, Viv. Uxlamayapman. Meni topishing kerak, Viv. Uxlayotganim yo'q, rost. Aldamayapman. Kech qolding. U kelyapti. Kim kelyapti? Qayerdasan? Uyg'on!
Men bilan yur. Joyingga tur. O'quvchi qizlardan biri o'zini yomon tutgan. U bir muhim narsani olgan va uni qaytarib berish kerak. Biz u qizchani tekshirib chiqdik va o'sha narsani topa olmadik. Demak, u sizlardan biringizga bergan. Itoatsizlikka yordam bergan o'quvchi qiz o'z o'rnini yo'qotishini bilib qo'ying. Lekin agar tan olsangiz, o'zingizni toza va odobli qiz ekaningizni isbotlagan bo'lasiz. Bu tan olishingiz uchun so'nggi imkon. Shunda sizni mukofotlaymiz. Hech kim. Yetar. Doktor. Sofiya maktabimizni va sizlarni uyatga qo'ydi. Men shu paytgacha bunday qo'pol xatolik va tarbiyasizlikni ko'rmagan edim. Bu nonko'rlik. Biz sizga hayot baxsh etdik. Bunga minnatdorligingiz shumi? Biz bir oilamiz axir. Nahotki shuni tushunmasangiz. Bu ishga nuqta qo'yish vaqti keldi. Uni Men hech nima qilganim yo'q. bugun shu Iltimos, o'quvchi yo'q, qiz kerakmas. jazolanadi. Menda Ertaga boshqasi, indinga yana bir. Qo'yib yuboring. Har kuni bitta jazolanaverasiz, toki olgan narsangizni qaytarib bermaguningizcha. Bu hammasi sizni manfaatingiz uchun. Ishonaman, olgan qiz kartani qaytarib beradi. Bu ularga dars bo'lishiga aminman. Mana bu dorini ol. Bu ularni o'z holiga keltirishga yordam beradi. Bunchalik shoshmang. Ortimdan yuring. Endi sizga yanada e'tiborli bo'lamiz. Og'zingni och. Keyingisi. Dorini ich. Og'zingni ko'rsat. Tezroq bo'l. Bu qanaqa qarash? Ertaga seni uyga olib ketishadi. Uxlab qolma. Uxlab qolma. U qayerda? Qayerda ekani? Kartani qayerga yashirgan bo'lishi mumkin?
soch to'g'nog'ichim qani? Iltimos, topil qol. Rahmat, Safiya. William. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Yo'q. Ey Xudoyim, yo'q. Bu yerda kim bor? Doktor, senmi? Kirishing mumkin. O'tir. O'tirganing ma'qulroq. Oyoqda zo'rg'a turibsan. Siz menga trankvilizator berdingiz. U meni ogohlantirgandi. Safiya qayerda? U seni dugonangmi? Uni qayerdaligini ayt.
Gaplashmasligingiz uchun uni boshqa korpusga olib o'tdik. Uni qayerdaligini ayt dedim. Jim bo'l. U pastda. Ahvoli yaxshi. Hech biringizga yomonligim yo'q. Gapim rost. Bugun yo ertaga men bu yerdan ketaman. Lekin avval senga vitamin beraman. Keyin pastga dugonangni yoniga olib boraman. Yoki olib bormayman. Yuzimga urding, la'nata. Yo'q! Yo'q! Bu yerdan chiqib keta olmaysan. Sabrli bo'lish eng yaxshi fazilat. Safiya. Yo'q, yo'q. Hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Bu menman. Bo'ldi. Tinchlan. Meni qutqargani keldingmi? Ha, albatta. Axir do'stmiz-ku. Qo'limni yechib yuborasanmi? Albatta. Kechir. Menimcha kesish kerak. Bu yoqqa. Bu yoqqa.
O'g'ril. Bo'ldi. Bu qanaqa joy? Rita. Uni olib ketishganda. Jazolashga deganda. U Ablaqlar uni o'ldirishibdi. tezroq ketish kerak. Hoziroq. Uni yuzini shilib olishgan. Nima uchun? Bilmayman. Bilishni ham xohlamayman. Bu yerdan tezroq ketishni istayman. Agar ketsak, boshqa qizlar ham shu ahvolga tushadi. Qo'limizdan hech nima kelmaydi. Xavf signali har daqiqada ishlab ketishi mumkin. Oliviyaga nima bo'ladi? Klaragacha, Evagacha. Eva biz uchun hayotini xavfga qo'ymagan bo'lardi. Ularning hayoti ham shunday tugashini istaysanmi? O'lishlarini. Xo'sh, nima qila olamiz? Bor yo'g'i 2 kishimiz. Ularni qutqarishga urinib ko'raman. Unda men ketaman. Mana bu eshik chiqish yo'li. Tashqaridagi havo xavfsiz deb o'ylaysanmi? Tavakkal qilaman. Men bilan yur, yordam chaqirib kelamiz. Bizga hech kim yordam bermaydi. Hech kim qutqara olmaydi. Ko'zing yaxshi ko'rmaydi axir. Shuning uchun yordam ber. Yo'q, kechir. Ushla. Meni kutasanmi? 2 tushlik vaqti o'tguncha kut. Bitta tushlik. Kutaman. Ammo sen xatoga yo'l qo'yyapsan. Bir marta dugonamni tashlab ketib xato qilganman. Chunki bu joy menga qo'rqishni o'rgatgan. Lekin endi boshqa qo'rqmayman. Xayrli tong qizlar. Yaxshi dam oldingiz deb o'ylayman. Har tong qiladigan ishimizni takrorlaydik. 7 fazilat va 7 yomon illat qoidasini qaytaramiz. 7 fazilat: itoat, ozodalik, sabr, boriga qo'nish, poklik, bag'rikenglik va kamtarlikdir. 7 illat qoidasi: qiziquvchan bo'lmaslik, g'azab, qaysarlik qilmaslik, dangasalik. Vestaliya o'quvchi qizlari juda aqlli, juda sezgir. Qaysarlik 3-illat. Qaysarlik 3-illat. Barakalla.
Ajoyib talaffuz qilyapsiz. 3-illatni esga olamiz. Yaxshisi eslamaymiz. Eshiting. Bundan avvalgi illatdek, bunisini ham hammamiz birga qaytaramiz. Men Miss Brixelni yonidan kelyapman. Siz Iris Yo'q, Halldanmisiz? men Lili Halldanman. Ha, to'g'ri, Lili Hall. Miss Brixel bu darajadagi hamma qizlarni uyg'otishimni aytgandi. Nega tungi ko'ylakdasan? Biz 13-darajada birga bo'lgandik. Isming May. Ha, May edi. Sen endi yetakchisan. Vestaliya klinikasida biz go'zallikka o'zgacha nigoh bilan qaraymiz. Bizni yopiq xonalarda siz uchun tirik modellarni ko'rish va go'zalligingizga go'zallik qo'shuvchi qizlarni tanlash imkoni mavjud. Agar siz yoki yaqinlaringiz yuzingizni butunlay yoshartirish jarayonini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, unda bizni eksklyuziv namunalarni ko'ring va tanlang. Yuzingizni butunlay yoshartirgan holda vaqtni ortga qaytarib, uzoq vaqt davomida go'zal ko'rinish imkoniyatini qo'lga kiriting. Vestaliya klinikasi noyob zamonaviy sintetik genom terapiyasini sizga taklif etadi. Bu donor sizni DNKingizga mos kelishi va sizni xunuk qiyofangizdan qutulib, Yo'q. Miss Brixel qani? Iltimos, quloq soling. Tushuntiraman, shoshilishimiz kerak. Ko'ylagingdagi qonmi? Menga quloq soling. Gaplarimga ishonishingizni istayman. Doktor qoida buzganingni aytgan. Bu yer maktab emas. Bu yer qamoq. Qo'riqchini chaqirish kerak. Bu ahmoqona fikr. Unga nima Miss bo'ldi? Brixel, Miss Brixel. nega bu holda? Jim bo'ling. Unga tishlaning. Tinchlik saqlang. Bu yer maktab emas. Qamoq ham emas. Bu yer ferma. Bizni xuddi qo'zichoqlar kabi boqishadi. Miss Brixel. Qoniylar bizni asrab olishni istashmaydi. Ularni faqat bizni yosh terimiz qiziqtiradi. Sizni pastga olib tushib, xuddi hayvonot terisida shilgandek teringizni shilib olishadi. Yolg'on gapiryapsan. Rita o'lgan. Biz uni tanasini topdik. Uni yuzini shilib olishgan. Uni o'ldirishibdimi? Bizni ham o'ldirishadimi? Yo'q. Maktab bizni zaharlangan havodan qutqargan axir. Eyva, hech bo'lmasa bir marta kallangni ishlat. Ularga rostni ayting.
Men sizga yordam bera olmayman. O'lgan qizlar haqida aytib bering. Siz Ritani o'ldirgansiz. Men hech kimni o'ldirmadim. Balki terisini siz shilib olmagandirsiz. Ammo sizlar uni o'ldirdingiz. Bu sizlarning ishingiz. Shu vaqtgacha qancha qizlar shu ahvolga tushdi? Qo'limdan hech nima kelmaydi. Bizga yordam bering. Endi juda kech. Uni yuzi. Unga bir qara. Siz o'shalardan birisiz. Homiysiz. Men shunchaki unga yordam bermoqchi bo'ldim. U juda aqlli. Dahoni ozginasi. Men bilmagandim. Sizdagi kimni yuzi? Shu yerda o'tirib, yaxshi fazilatlar haqida o'ylab ko'ring. Bu yoqqa. Safiya, qizlarni tashqariga olib chiq. Men esa kartani olib boshqa darajadagi qizlarni uyg'otaman. Eyva! Qochinglar, tezroq qochinglar. Tezroq bo'linglar. Yo'q. Unga tegma. Tezroq qoch. Tegma unga. Ana senga. Tegma unga dedim. Jarohatlandingmi? Hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Ketdik. Yaxshi. Ehtiyot bo'lib yur. Yura qol. Kela qol. Havodan nafas olsa bo'lar To'xtab ekan. turmang. Tezroq qoching. Kelishyapti. Qochinglar. Tezroq. Kechir. To'xta, joyingdan qimirlama. Otaman. Yopiq. Tezroq bo'l. Kira qol. Bo'l. La'natlar. Nega otasan? Ular bizga tirik kerak. Doktor, ular nechta? Qizlar, meni eshityapsizmi? Vivian.
Bu yerdan chiqib, maktabga qaytishingiz kerak. Barcha ishlaringizdan xabardormiz. Azizam, xato o'ylayapsiz. Biz Ritani topdik. Men sizlarga yordam bermoqchiman. Yolg'on, siz bizni o'ldirmoqchisiz. Yo'q, aslo. Men sizlarni qutqarganman. Sizlarni kambag'allikdan qutqarganman. Ota-onangiz sizni sotib baxtli yashayaptilar. Men siz uchun oila yaratdim. Siz bizni qamadingiz, dori bilan boqdingiz. Sizni kelajagingiz yo'q edi, Vivian. Men sizni o'stirdim. Xavfsizligingizni Hammasi yolg'on. Dugonang yaralangan. Uni qutqarishning imkoni yo'q edi. Seni esa qutqarsa bo'ladi. Boshqalarni ham qutqara olmayman deb o'ylayman. Men seni qutqaraman. Sen esa menga yordam berasan. Menga qanday talab qo'yasiz? Eshikni och. Qochib ketgan qizlarni yig'ib, ortga, maktabga qaytarishga yordam ber. Och eshikni. Sen boshqalarni taqdiri uchun qayg'urishing shart emas. Sen boshqalardan ajralib turasan. Noto'g'ri gapiryapsiz. Men xuddi ular kabiman. Ularga o'xshayman. Juda ham ikki tomchi suvday. Buzish uchun bironta temir tersak topasizmi, yo'qmi? Bu eshikni buzish oson emas. Buzasiz. Xo'sh, narxim qancha? Mana bu 100 narxi qancha turadi? Bu chehraga 16 yil umrimni sarfladim. Uningsiz hech qayerga ketmayman. Vivian, to'xta, Vivian. To'xta. Unday qilma. Unday qilma. Iltimos, Vivian, to'xta. Iltimos. Yo'q. To'xta. Ularni chiqarib ola olmasa kerak. Eshikni buzamiz. U seni ko'rmoqchi. Shoshmang, biror chorasini topamiz. Ha, topamiz. Qani yur. Yo'q, vaziyatni to'g'rilay olaman. Hammasini to'g'rilayman. Siz hozircha politsiya kutmaydi. U hech kimni kutmaydi. Xo'p. Yaxshi, ketyapman. Bu yerda yana ikkita tirik qolgan qizlar bor. Doktorni chaqiring. Imkon qadar tezroq. Dugonam yaralangan. Sizlarga nima bo'ldi? Viv.
16 daraja